Xo'p, assalomu alaykum aka-ukalarimiz, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Aka-ukalarimiz, hozir sizlarga bir chiroyli video qilib beramiz. Imkon boricha qisqaroq video cho'zilib ketmasligini harakatini qilamiz. Bu inkubator, kim uyda inkubator bo'lsa yoki inkubatorda tuxum ochirib turganlar uchun juda yaxshi layfhack bo'ladi deydimi, shunaqangi xullas imkon boricha to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaman. O'tkazib yubormasdan ko'rishga harakat qilinglar. Kommentariyaga nimada tushunmasalaring yoki yordam kerak bo'lsa aytsalaring, aytib boraveramiz. Qo'ldan kelgancha yordam like bilan podpisatsiya bo'lib qolishni esdan chiqarmaymiz. Arzimagan kichkinagina mehnatimizni. Sog' bo'linglar, hozir boshlaymiz. Mana aka-ukalarimiz, biz inkubator olganmiz, 2 talik uzun marketdan olganmiz. Bu hech qanaqa reklama emas. Muhimi shu 2 talik inkubatorimizni jo'jalarimiz ochyapti. Bitta xato qilmanglar bunda. Xatosi qanday bo'ladi deganda, aka-ukalarimiz mana bu holatda tuxumni hech qachon o'zlaring ochmanglar. O'zi ochib chiqsin. Mabodo belgilangan vaqtdan o'tib ketsa, ochsalaring bo'ladi. Bunaqangi patera bo'ladi, qon ketib, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun hech qachon o'zlaring ochmanglar. Chuqurlamanglar buni. Xo'p, ochish vaqtida 37.8 bitta hozir mana 37.8, bitta 72. 70 dan 80 gacha bo'lgan gradusda namlik bo'laveradi. Bu gradusni ko'rsatadi, bunisi namlik. Endi bu yerda qanday upravleniya qilamiz desalaring, aka-ukalarimiz, mana bu yerda set tugmasi bor. Shunday bossalaring graduslar mana nastroyka qilinganlarni ko'rsatadi. Endi mana bunday qilib vaqtdan chinda ozgina ko'proq ushlab turasizlar. Mana 120 bu 2 soat hisobini beradi. 60 minutdan 120. Yana bitta bossalang 90 sekund davomida bu avtomatik aylantiradi o'zini. Xo'p. F2 aylantirish nimasi ko'rsatilyapti. Qarab turinglar mana. Hop. F1 120 minut davomida 2 soatda 1 marta 90 sekund aylantirish. Endi mana bu 38 ga ko'tarilib ketgan holati, gradusda F3 dagi gradusda pasaytiramiz. 37.8. Svet o'ynagan paytlarda to'g'rilab qo'yishga harakat qilinglar. Svet o'ynagan paytda bu yonib o'chadi, o'zini nimasida ko'tarilib ketishi mumkin. Bu 72. Hozir ocha turgan payt, shuning uchun tegmaymiz. Agar yangi qo'yilgan paytda 60 ga to'g'rilab qo'yaverasizlar aka-ukalarimiz. Mana jo'jalar o'z ovoz chiqishni boshladi. Hozir buni to'g'riroq tushuntirib bergandan keyin F2, F3, hop, F4 gradus hozircha mana bu 29-kunga bizda sanamiz, xudo xohlasa 29 to'g'ri ketyapmiz va mana 5-oy 6-5 ana shu F6 ga tegmay qo'yaverasizlar. Uni zarurat yo'q. Xo'p, endi aka-ukalarimiz bugun ochyapti jo'jalarimiz. Mana bunday bo'ladi. Mana aka-ukalarimiz tuxumlar chertishni boshlagan hammasi. Mana bunaqangi bo'lib sekin ochyapti, chertishni boshladi. Jo'jalarimiz ovozi ham chiqyapti. Mana bunaqangi jo'jalarimiz chiqishni boshlayapti. Buni aka-ukalarimiz vaqti bilan mana bunaqangi sepadigani bor, shu bilan namlab turiladi. Har 2 soatda bir namlab tursalaring bo'ladi. Tuxumlarni yumshatish maqsadida va osonroq ochib chiqadi. Mana shunaqangi nimasi bor, sepadigan. Bu suvi oddiy bo'ladi, gradusda hozir buzilib ketmasligi uchun bekitamiz. Hop, bu oddiy suv, hech qanaqa hech nima qo'shilmaydi. Oddiy suvni qo'shasizlar bo'ldi. Sepib, namlab turiladi. O'sha tuxumlar sal osonroq yechilishi uchun
bemalol chiqib olishi, jo'jalar qiynalmasligi uchun. Endi aka ukalarimiz 1-2 kun kechikkanlari bormi pastida mana kechroq chiqadiganlari bor. Ular hali boringa imkon boricha ushlab turibmiz. Alloh nasib qilsa, bu ispitaniyamiz, o'sha tajribamiz yaxshi chiqadigan umiddamiz. Xo'p, suv idishlarimiz mana 3 talik bo'ladi, suv idishlar. Suv idishda 3 talik to'liq qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Ochadigan kuniga. Ochgandan keyin yana bittalikka o'tkazib qo'yarsa, hozir bittalikda turibdi. Ochadigan kuniga 3 talik qilib qo'yarasizlar. Kim xohlasa, qanaqa xohlasa. Xo'p, bu mana bu setga qo'yilgani, mana tagida setkasi bor. Mana bunaqangi setkamizni qo'yib qo'yganmiz. Shart emas buni aylantirish. Hech qanaqa aylantirish kerak emas buni. Sababi bu ju ochib chiqishni boshlayapti. Bugun erta ochadi, tugaydi. Bu ochib chiqib bo'ladi hammasi. Aylantirish kerak emas. Har 2 soatda aylantirilishi kerak emas bunga endi. Zarurati yo'q. Bu aka-ukalarimiz kurka tuxumlari, cheslo 31-da qo'yilgan. Birinchidan hisoblayapman. Chunki sutkalik hisoblaykan bu. Sutkalik hisoblaganda ham mana 30 kunda 29-30 kunda ochadi. Bu 28-27 da emas. Hisob kitobda hech adashmanglar. 29-30. Uzayib ketib qolganlari mabodo kechroq rivojlangani bo'lsa 31 chiqishi mumkin. Lekin o'sha ham 30 ga hisoblanadi. Sababi qanchadir miqdorda kamayib qolgan bo'lishi mumkin. Hali kech rivojlangani soatiga kamaygan bo'lib 31 chiqishi mumkin. 29-30 da ochadi bular. Rovna 29-ni cheslo bugun. Birinchidan hisobladim men. Rosa 29-chesloda o'sha ochishni boshladi. Bateriyamiz mana shu bo'ldi. Bizning xatoyimiz bo'ldi bu. Chunki biz o'zimiz chuqurlab qo'ydik. Imkon boricha bunaqa harakat qilmanglar, o'zi ochishga harakat qilsin. Men yordam beraman debman. Bateriya qildi shuni. Bu kurka jo'jalarniki, tuxum. Alloh nasib qilsa hammasi chiqadi. Nasib bo'lsa boqish jarayonlarini ham davom ettirib ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha bilganlarimni, o'rganganlarimni imkon boricha yoritib boraveramiz. Bularga endi joy tayyorlab qo'yganmiz. Mana hozir mana bunaqangi joylar qilib qo'yganmiz. Svitlar yoqib bemalol gilamchalarda yuraveradi. Yaxshi prostoy svitdan qo'yiladi. Keyin inkubatorlarimizda bitta nimasi mana bu svit mabodo o'chib qolganda mana bu bilan mana akkumulyator bilan jon saqladik. Mana shu yerda suqadigan joyi bor. Mana plus minusini qo'yib turib bemalol ishlatib turaverasizlar. Svit kelguncha keyin o'zini ishlataverasizlar. Xo'p, aka-ukalarimiz mana bu mode degan joyida bossalaring grafikasi o'zgaradi. Mana qarab turinglar. Hozir robot rejimida bu hozir bitta bossalar tovuq rejimiga o'tadi mana. Tovuq. Yana bitta bossalaring mana bosib turasiz ezib o'rdakka o'tdi. Mana g'ozga o'tadi endi mana bosib turish kerak buni. Buni bosib turish kerak mana. Xo'p, yana bitta bosib tursalaring kaptarga o'tadi. Bizda kaptar nimasi yo'q. Shuning uchun robot rejimida foydalanyapmiz. Xo'p, aylantirishni mabodo o'zini ko'rmoqchi bo'lsalar, plus o'zini bitta bossalang aylantirishni ko'rsatadi. Bemalol aylantirib olaverasizlar ko'rishni. Setimiz o'sha haligi ko'rsatganimiz graduslarda, namlik haroratda bemalol upravleniya qilish, kun cheslolarni upravleniya qilish imkoniyatlarini beradi. Xo'p, mana bu yerda svetimiz bor. Svetimiz mana bunda bo'ladi. Svet mana bu svetda bitta bossalaring mana aka-ukalar. Bu tuxumlarning rivojlanishi. Mana bemalol tekshirasizlar. Mana bu pokni olib tashlab turib tekshirasizlar. Pokni olib tashlamasalaring uncha bilinmaydi bunda. Xullas, qo'ldan kelgancha mana shu inkubatorimizni 2 tali inkubatorimiz avtomatik. Qo'ldan kelgancha o'rgatdik. Xo'p, mana bunaqangi teshiklar qilib qo'ydik. Mana o'zimiz 4 ta teshik qo'ydik. Ochib chiqishi yana ham ko'proqqa 99% yuqori darajada ochib chiqish imkoniyatini berar ekan.
Biz ham YouTube'lardan ko'rdik. Ko'pchilikdan o'rganib, kitoblarda yozilgan ekan, o'zini kitoblari ham bor. Mana shunaqangi qanaqadir bilmaganlari, tushunmaganlari bo'lsa, bemalol kommentda yozinglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bilganlarimizni o'rgatamiz, bilmaganlarimizni o'rganib sizlarga ham ulashishga harakat qilamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin, ishlaringizga omad. Kurka jo'jalari, tovuq, parranda, xohlagan parrandani boqinglar, baribir plyusga yuraveradi. Go'sht yo'nalishidami, boshqasidami bemalol boqsa bo'ladi. Ochirib, o'zlaring uylarida inkubator qilib qo'yib, mana shuni o'zlaringga ham sarf qilib qo'yinglar, qolganlarga ham ulashib qo'yishga harakat qilinglar. Jonlar omon bo'lsin, ishlaringga omad, rivojini bersin, ishlaringiz sog' bo'linglar do'stlar.